Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Qarshingizda yangilangan Kia Carens avtomashinasi. Ko'rishingiz mumkin 2026-yil ancha o'zgartirishlar kiritilgan. Bu yerda asosiy o'zgarishlar, ya'ni yuz tuzish ancha o'zgargan. Ko'rishingiz mumkin. Faralar pozitsioni menga ancha yoqdi va bu yerda qo'shimcha hozir qo'shilgan narsalarni ham sanab o'taman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, rangi belый жемчуг, Kia Carens zo'r ishlab qo'yishibdi. Oldi o'zgargan, eskisini videosi ham bor, kirib ko'rishingiz mumkin. Bu Kia Carens, shaxsan mening fikrim, o'zimning fikrim, menga eng yoqadigan mashinalar, Kia'ning oilasida eng yoqadigan mashinalardan bittasi. Ya'ni oilaviy va tejamkor va puliga ham ancha zo'r. Arzon mashina. Bu yerda qo'shiladigan, yangi qo'shilgan narsalar, obsovkalar o'zgargan va faralar o'zgargan. Bu yerda bu eng full komplektatsiyasi hozir ko'rib turganlaringiz, mana bu sezish datchigi va 360 gradus kamera qo'shilgan deyishdi. Hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. 360 gradus kamera, bu yerda slipoy zona, beskruchoy dostuplar ham bor. Oho, o'zgarishlar ancha. Akustika Bose. Bu narxlarini keyin aytaman. Bu yerda svetlar qo'shilgan ekan. Koja yumshoq. Bu yerda qattiq plastikdan ishlangan ekan. Tak. Bismillah. Bu yerda sijenelar ham ahamiyat berishingiz kerak. Avval hamma pozitsiyasida mexaniskiy edi. Bunda уже elektronni qo'shibdi. Yaxshi bir taraflaridan rollar o'zgargan, tablolar ham o'zgargan. Bu splashnoy tablo bo'lgan hozir. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Tak, rollarda nimalar qo'shilgan? Cruise control, ya'ni distansionni, ya'ni distansiya ushlab ketish va rul движения. Rejimlar bu yerga o'tgan. Avval rejimlar bu tarafda turardi. Bu yerda ham bor ekan. Tak, avtospust. Bu yerda ham sidi ham sovit. Agar bu ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni sport tejlarda ham bo'lardi. Bunaqa displey bilan bu multimedia tablolari. Keyin bu yerda boshqacha materialdan ishlangan ekan, ancha. Skor ichaklari ham o'zgargan. Bu Sarento'larda bo'lardi. Hozir Carensga ham qo'yishibdi. Avto hold bor. 360 gradus kameralar bor. Lyuk bor. Ko'z oynaga uchun maxsus joylashish uchun qo'yilgan ekan. Bu LED faralar qo'yilibdi. Galogen emas. Bunda ham aytib o'tish mumkinki, bularda ham LED fara hozirda. Tak, orqa qismlarida o'zgarishlarni ko'rsak. Diskalar ham o'zgargan. Diskalar 17 bo'lgan va diskalarning dizayni ham o'zgargan. Eslatadigan diska bu Sarento diskasi eslatyapti va bu yerda prezidentskiy shtorkalar ham qo'yilgan ekan. Eskisini fullida ham prezidentskiy shtorkalar bo'lardi, faqat fulllarda bo'lardi. Bu ham full. Buni birinchi va ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarni hali ko'rganimiz yo'q. Ko'rsak, keyin sizlarga yana bir obzor qilib bersak bo'ladi. Va buni eng ahamiyatli joylaridan bittasi bu deflektorlar tepadaligi. O'sha eng zo'r xususiyatlardan bittasi deflektorlar tepada. Ya'ni har bitta odamga, har bitta o'tirgan o'rindiqdagi odamga o'z отдельный konditsioner hamda pechka. Bu yerda podlokotniklar qo'yilgan. Podlokotniklar чтобы choy ichib ketish uchun yoki bironta bir masala bo'lsa, misol uchun kompyuter qo'yibmi, biror narsa qo'yib va mana bu yerga bu zapas karman ham qo'yilibdi. Gap yo'q. Va bu yerda mana deflektorlar yoqish,
Qo'shimcha u yoqda pasta ham bor, deflektor. Agar konditsioner qo'shsa, ya'ni xaljenik vazifasini ham o'tab turadi. Va bu yerda zaryadchiklar, USB portlik zaryadchiklar. USB Type-C portlik ekan. Tak, sizenkalari. Va bu oxirgi ham led farlar. O zo'r yorituvchi moslamalari. Gap yo'q. Va bu yerda ham podlokotniklar bor, orqa qismdagi odamlarga ham. Menimcha eng ahamiyatli taraflari bu kapitanskiy sidenye bo'ladi. Ya'ni har bitta odam o'zi alohida ketish jo'nasi va o'tgan yilga nisbatan 2025-yilda Kia Carens avtomashinasi juda ham ko'p sotuvda bo'lgan. Ya'ni odamlarga juda qulaylik taraflari ko'p bo'lgan. Va buni eng ahamiyatli tarafi 1 dan to 3-pozitsiyasigacha 1,5 atmosferli motor bo'ladi va rasxodi o'rtacha 5-6 ta yeydi. Shunaqa katta gavdasiga, lekin oilaviga zo'r mashina, 7 kishilik. Shunisi zo'r. Menga ham juda ham yoqadi. Yana bir marta eslatib o'taman. Kia Carens olgan odamlar haligacha bizga muammo bilan kelishgani yo'q. Va shu ahamiyatli jihatlar va boshqa mashinalarimiz ham xuddi shunaqa. Endi bitta Carens yo'q, lekin Carensda olgan odamlar juda yumshoq va oilaviy uchun zo'r mashina deb har doim maqtab kelishadi. Kia Carens orqasini ko'ramiz. Orqalari o'zgargan. Mana ko'rishingiz mumkin. LED farlar bilan, ya'ni stop farlar, LED farlar bilan jihozlangan. Orqalarida ham patronikalar bor, zapasni stop panelar. Sadning kamerasi ham bu yerda joylashgan ekan. Sizenkalar bu yerga dashib yotadi. Hozir men u yoqda maksimal yotgan holatimda va men bu yerda qolgan joy. Agar men u sizenkani oldinroqqa surib, ya'ni qo'ysam, bu yerga men shaxsan o'zim 190 cm bo'yim, og'irligim bu gizada 100 dan ziyodroq, bemalol o'tira olaman. Bu yerda bagajga zapas joy. Buni ahamiyatli tarafi zapaskasi buni tagda bo'ladi, ya'ni bemalol propan joylashtirishingiz mumkin. Gap yo'q. Sijish dastliklari ham bu yerga biqinlarga ham qo'yilibdi. Avval pasta bo'lardi faqat. O'sha yonboshlar biqinlarga ham qo'yilgan ekan. Klins balandligi 30 cm gacha yaqin. Ya'ni baland, anchagina baland mashina. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yasiz. Majoralaringizga ham, do'stlaringizga ham ulashasiz. Avvalambor ota-onangiz bilan ota-onangizni shu mashinalarda olib yurish nasib etsin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman.